Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada sizlere Rozi Washington'dan sözleyimiz. Vaziyet şunaqsiz biz görüp doğandek terakki kılıp atıdı. 2 günde bir xil özgürüp atıdı. 3 günde bir xil yana bir şekilde özgürüp atıdı. Bugün biz Xudo xolisa bugünkü leksiyalarimizni sözlep bolgandan keyin vatandaşlar bilan yana bir qatam analiz qilamiz. Endi bugünkü vaziyetden aytganda avval nima deymiz? Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosati. Prezident Trumpning endi davlat ishlar kotibi Tillersonning og'zidan chiqishi bo'yicha yangi strategik siyosati Afg'onistonga, Janubiy Osiyoga yo'tkaldi. Biz muhokama qilishdan avval leksiyalarni anglaylik, hurmatli vatandoshim. Bugünkü mavzumunda Şangangda neçe 10 ming kishi ko'chaga chiqib namoyish qilib, Huang Jifeng qatorliqlarga madad berdi mavzuli xabar 8-oyning 20-kuni Alma gazetida e'lon qilindi. Bu o'tgan leksiyaga tayyorlangan edi. Kechikib qoldi, shunday bo'lsa-mu vatandoshlarga anglatay dedim. Xabar mundaq boshlandi. Siyosiy ziyonkashlik nomussizlikdir. Ya'ni bir hokimiyat, bir hukumat o'zining fuqarosiga siyosiy ziyonkashlik qilsa, bu nomussizlikdir. Siyosiy mahbuslar turmadan qo'yib berilishi kerak. 2014-yili Shangangda ko'tarilgan o'quvchilar kitining rahbari Huang Jifeng o'z ichiga olgan 16 nafar shanganglik siyosiy va ijtimoiy faoliyatchilar o'tgan hafta Shangang sud tarafidan hukm e'lon qilinib, jinoyatchiga aylandi. Cemiyetinin narazılığını qo'zg'ab, yani bir neçe ijtimoiy tashkilotlar va bir neçe 10 ming shanganglik ko'chaga chiqib namoyish qilib bu o'quvchilarga madad berdi. Vanzi qatorliq nurg'un ko'chalarda namoyishchilarning zichligi shamol o'tmaydigan bir ahvol shakllandi. Bu qatimqi madad berish namoyishi Shangangda elib berilgan bir qatimliq zo'r namoyish deb qaraldi. Namoyishchilar Shangang hukumatini tanqidlab, terroristlar dedi. Mustabid tizimga qarshi turish jinoyat emas deydigan lozunkalarni ko'tarib olgan namoyishchilar siyosiy mahbuslarni qo'llab turmadan qo'yib berishni talab qildi. Bu fursatdan foydalanib namoyishchilar turmalarga qamalgan demokratiya kurashchilariga xitob qildiki, sizlar yolg'iz emas. Shangangda yuqori sud navbat o'quvchilarining daisi Huang Jifeng, Zhou Yinkang, Lo Guanzong va Sharqiy Shimol Dilosiga chetishliq 13 nafar faoliyatchiga ayrim holda 6 oylik, 13 oylik yoki 1 yillik qamoq jazosi hukm qildi. Ularga madad berish uchun kishilik huquq fronti, Sotsial Demokratlar fronti qatorliq ommaviy tashkilotlar namoyish qo'zg'adi Shangangda. Dunbaq Nag'rison aylovini qo'shib elib chiqdi. Shangang san'atchilari Huang Yaoming, He Yunxi, Wang Zhongyao qatorliqlar o'quvchilarni qo'lladi va ularga madad berdi. Ular mundaq dedi: biz ve başkalar bugün yoki ata hammamiz turmada o'ltirg'uchilarmiz. Bugün namoyish chiqmasang, ata sana bu kun yo'q. Xeyvin shimundaq dedi. Bizning ko'chaga chiqib namoyish qilishimiz turmadagi siyosiy mahbuslarga bildirib qo'yish. Biz sizlarni qo'llaymiz. Sizlarga ko'ngil bo'lamiz deyishdi yuqorqi kishilar. Can Efendi mundaq dedi. Terrorizm başlandı. Shangangda terrorizm başlandı. Fuqarolar to'plashib mundaq dedi. Balalarning hech qanday gunohi yo'q. G'ayrat qilinglar balalar deyishdi. O'quvchilar harakatidan keyin yana bir qatimliq zo'r ko'lamda namoyish qilish 140 ming shanganglik ko'chaga chiqib siyosiy mahbuslarga madad berdi mavzuli xabar 8-oyning 20-kuni Erkinlik gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq e'lon qilindi. Bu xabar yuqori xabarning to'liqlamasi desanglar bo'ladi.
Хуан Жипон қатарлық сот hüküm қылған кішілерге әмілі әрекет арқылық мәдәт беріш үшін 140 мыңдан артық шаңғанлық көчігі шығып, намайыш қылып, Хуан Жипон қатарлық сияси мәхбусларға мәдәт бәді. Шаңған әқім мәселері обзорсы Лизин Хин мұндақ көрсетті. Bu qatımqı namayışqa oxucularının sani kütülgənmi köp boldu. Bu qatımqı namayış çıxışlarının sani kütkəndimi köp boldu. Bir neçə 10 min aşkarılışı 140 mindan artıq kişi namayış qoşunuqa qoşuldu. Xalqның şiddeti və qəzəbi urğub taşdı. Şunundan görüb alğılı boldu ki, Şangan xalqı uxlab qalğını yox, toxtab qalğını yox. Namayışçılar siyasi besim işiltiş namussuzluqdur. Barlıq siyasi məhbuslar türmüdən qoyub verilsin. Bugün namayış çıqqanlığımız texmi köp siyasi məhbuslarının türmüge kirişinin aldını eriş üçündür. Değişti Şangan namayışçılar. Demek Şangan'da oquvchilar demokratik hareketinin təsiri herkes boşap ketken emas. Moşe namayıştın, bu qatımqı namayıştın bu noqtını siz görüp alalayız hürmetli vatandaşlar.